Assalomu alaykum. Shukurlarda eng aziz, eng muqaddas bayramimiz. Davlatimiz mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar respublikamizning turli nuqtalarida bo'lib o'tmoqda. Xususan Buxoro shahrida ham. Biz ayni payt ko'rib turganingiz kabi shahrimizdagi Yangi O'zbekiston bog'iga tashrif buyurdik va bu yerda xalqimiz uchun turli ko'ngilochar tadbirlar tashkil qilingan. Xalqimizning kayfiyati yuqori darajada va biz hozir yurtdoshlarimizning fikr mulohazalariga quloq tutamiz. Oy, Buxoromizda juda o'zgarish kattada. Shunday hozir Buxoromiz juda chiroyli. Masalan, 5 yil undan keyin kirib kelsangiz agar Buxoroni vaqt tanib bo'lmaydi. Hozir juda ham chiroyli bo'lgan. Ana katta O'zbekiston bog'i ochildi. Juda ham chiroyli. Bu kunlarni biz necha yillab kutganmizlarda. Shu kunlarni yetkazganiga Allohimga shukr. Prezidentimizga avvalambor kattakon rahmat. Yaqinga O'zbekiston mustaqilligimizning 35 yilligi bayrami. Shu bayram bilan butun O'zbekiston yurtini chin qalbimdan tabriklayman. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Juda yaxshi. Qani marhamat qilib taassurotlaringizni birin-ketin aytib bering. Bir boshlaganda kattakon rahmat muhtaram prezidentimizga. Shuncha sharoit yaratib berganlar. Mana uyimiz yaqinida bunaqa sharoitlar vobshe yo'q edi. Biz shu qulayliklarga va mazza qilish uchun joylarga erishdik. Kattalar sirk, bolalarga bepul mana tashkilot qilyaptilar. Yaqin kelayotgan 35 yillik mustaqillik bayrami bilan hamma tengdoshlarimni va hamma barchani tabriklayman. Mana bu yer avval qanday edi, hozir prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shunday joylar, fontanlar, ko'klamzor, uyingohlar, nuroniylar, nabiralar bilan kelib bizlar dam olib, mana shu yerga nabiralarni aylantirib dam olib turamiz. Mana hozir mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati, bayrami munosabati bilan nuroniylar nomidan barcha yurtdoshlarimizni mana shu bayram bilan tabriklaymiz. Hammalaringizga omad, ishlaringizga doim sog' salomat bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin doim.